Bizde kofe yaratuvchilar uchun shunday foydali kofe бар. Kofe с коллагеном и цикорием deb ataladi bizni. Uning sostavida kofe da бар, kollagen da бар, ham sikoriy da бар. U bek foydali. Kunlik norma mana bunday частичкалар bilan u. Shu aytib готовый suvga bulg'atib qo'yaman men uni. Жылымса suga yasab pishirga kerak, chunki qaynar suvda kollagen bizning разрушаться etadi. Ana qaynar suv yaramay. Unda men bu kofeni birgina topqir ichsam, u menga vesni normada tuturga yordam etadi. Anlari endi ko'pgina kishilarga davleniyadan da bo'lishi bek foydali. Kofe kimlarga kerak, kimlar kofe yorata, ham foydali kofe ichasizlar kerak. Xabarga chig'arsiz.